Aka qo'saq ochqa o'xshamamda. Mani bir yapaqa. Bu birni menga qo'saq tuyam tipka. Voy, buningga ko'nib qolamsan texi. Ana, yedamizmi? Untiyammaysiz. Mazg'ul kel. Ha, qo'sqingiz atsa, cho'kamni yachma. Yangi Irland ta'mir cho'kan pochqi yangidan bozorga silindi. Sizga yangi ta'mir taqildi. Vah! Cho'kamdan yana bormi-ya? Salam do'stlar. Men Ahad Baxi Qodir. Cho'kan mas'ulotlari sizni Aypatimning kelin tanlashi filmini ko'rishga tavsiya qiladi. Opa? Ha? Dada? Ha? Hemen tanıştırıp gel. Bu yak benim babası ayağının Nazile buludu. Bizce toy kımaç bu vaktimiz. Elbette sizler koşulsanlar opa. Oy, yaxshimi? Balam. Men aile başlığı buluş süpütüm bilen desem. Apanla kanda kara çıkarsa. Koşulum. Maqlamsa, ha? Az bo'lsinmi? Opa, perdelerimiz acayip chiroyli ekan. Oy, hozir mening ko'nglimga yoqmay qoldi. 10 yil bo'ldi emasmi? To'g'ridaysiz opa, fikringizga tamamen qo'shilaman. Uy jazirnimcha qarorlik almashtirib turgan yaxshi, almashtirgan vaqt kelib qopti endi. Mening pardalarimni chiqilg'icha o'rmoqchimi? Uni o'zim tikkan. Voy, chiqilmayman. Acayip chiroyli tikibsiz qarang. Ay qiz. Gullarimi U yoqdan bu yoqdan taqqa tuqqa gaplarni qilib yurmay, avval o'zingizni bir tanishtirib ayting, ha? Ma'qul. Mening ismim Nazila. Navoda cho'nglar mening ismimni esi tutamay, "Hey" deb chaqirib qolsa-mu, men hal deyverman. Ay qiz. Maktabda o'qimsiz? Ha, o'qiyman. Lekin-chi opa, men balduroq ayakdaysam deb o'ylayman. Chunki balduroq ayakdaysam, qiynopamga, yo'ldishimga, bolarimga yaxshi xizmat qilsam, nima degan baxtlik. Voy, bo'ladi ekansiz-ku. Ha, mush bolalaringizga nima deb ism qo'yay deb o'ylashdingiz? Jinim opa, u degan sizning nevaralaringiz tursa, ismni albatta siz qo'yib berasiz-da. Oy, bolam. Mushundaq yaxshi qizlar nada qolgan bo'g'iydi? Burroq boshlab kelsam bo'lmamdi deyman. Ha, tamoq yetalamsiz? O'ylaqman, jangdolaqman, to'qlaqman, dopenchilaqman, chayzlaqman, ish qilib har xil laqmanlarni etalayman opa. Ha, o'qishib yetamsiz? Albatta o'qishdiman. Ha. Lekin sizdek o'qishib yetamayman-da opa. Ey, qalbingizga nima bor? Bo'ldigan kelinkansiz. Ha, andaqda sizlar nada tanishgan? Opa kızcık ra. Opa kızcık. Sud saray tanishgan shundoq-ku, Batur. Ondan keyin ikkimiz tehi birga sharpun olgan. Voy bolam. Gap qilmay turg'ina, gapning beliga tepmay. Parang tozza qizyapti. Gapini davosin. Ha, sharpun nimaga olgan? Albatta sizga olganda jinim opa. Shundoq yarashdi opa. Voy, menga mushundoq chiroyli, go'zal, baxtli bo'ling opa. Voy, endi men nima deyman? Voy bolam, loteriyadan chiqqandeklar mening ko'nglimdagidek bir kelib paydo bo'lib qoldi-ku. Voy. Endi men nima dey? Men bu bolam hozirlam bozorga berib, toz alt muzikdan birini akilib, ikkilarning to'y qilganligini bekitaylikchimi? Opa. Oy, bozor berishingizning hojati yo'q. Unda pul buzishingizning aslo hojati yo'q. Men-chi uzuknimi tayyorlab keldim. Nimanda qudug'a kelibdi bu. Voy, tushimdagi bu qoldi bu narsa. Voy bolam, shundoq bo'lsin-chi, men hozirlik urug' tuqqan do'st birodarlarning hammasini chaqirib, mush uyda katta
katta ziyafet kılıp kelin geldi. Bizim oyga kelin geldi. Vay kelinim bağ oldu. Hepsi bir jokalaydı. Oh. Neymiş kapımı aldaysız? Hey, ben apınızı aldırdım mı? Hey, apınızdek aşlar xotunga, ben abayqadek aşlar geplerini qilmasam, meni sizga ep berem deysiz. Bu uyunuz kelin bo'lib kirmak ya oson bo'lmasa. Şu, lekin Keke qilma bir. Nima deyib kekashligan? Hey, qarang. Men sizga deb qo'yay. Mening juda darhol to'y qilg'im bor. Mening o'ltirib qolg'im yo'q. Qanchasi men işte aldab to'y qilamdikmi? Nima jiq gap qilsiz, ha? Abay apangizning oldida bir og'iz gap qilmay o'ltirsiz. Sizlaringiz apangizning qo'sqida qolmagan bo'g'aydi. Shu apangiz degan xotin ish qilib, nimalan davasin, nimalan qilvasin, mush uyga bir kelin bo'lib kiray. Apangizning xotinning ish kutini bir o'tikka tiqib, Apa! Hey! Hey qarang marjani şu apamga olgandim, tushuntirishni o'qib bir beray desam, hech tushunmadim nima degani u. Qarang, tarjima qilib olsak bo'ldi. Peki lan. Mana. Bo'ldi mana. Voy. Bu yaman tarjima qildi-ku. Bo'ldi ekan. Ajab qolaylik gap bu. Bucha qarang, shu barmoq xat kirgizgich detalining rasmiga tortib tarjima qilishlar. Her qaysi çoğun kiçik et pazarlardan düşürüp alalaysiz. Meni qog'oz bo'lgan. Ay buni mumkin davomli kapsaydi bu yerga. Voy kim o bu? Qaysi tulkichi? Bu men alovdan tushirgan qo'ng'iroq ovozi. Buni bo'lishda go'zal qizlar, anakin go'zal manzillar, qizg'ariq narsalar nimasi bor? Rasman? Ems bunu qanday tushirdiga? Buni shu bozorga alov deb bosingizlar tushidi. Ay, ems bundan tushirib baqaymi? Tushirlar. Agar deganimizdek chiqmaydigan bo'lsa, o'lgunimiz shu. Opa. Dada. Men to'y qilaymi deyman. Shu bu ishda azroq chatoq chiqib qoldi. Yani şu gapmi? Voy, to'y qildigan ishing bo'lsa, kelinni ko'raylik. Han, mara veraymi ayoq chiqma? Opa, chiqsa bo'lmaydi. Qani siz chiqing. O mushu endi. Nima chaqirgan bolamizga nima qildi deymi, gap qilmaysizku. Nima deyman? Avval bu tusi nimani deyalayman? Bo'pti, men qo'shildim. Baxtli bo'linglar. Ishonmaysan. Siz qo'shilsangiz hisob emas. O'qiganmi? Maktab bitirib bo'lgan. Voy. Hanim bu maktab bitgandan birisi keldi. Nechiga o'qigan? To'liqotni bitgan. Ey, senin kallan var mı yok? He? Kallan kışıp ketkenmi? Yıkaş kulak. Ağzını düşme. Yıkaş kulak. Ben sana saat 6'dan keyin karanlık düşüdü, sırtı çıkmazsa kulağını tutmak sen he? Apa şu güzel. Evet tungu dükkanға bir narsa. Ağzını düşme. Abba, o'chig'imiz qo'yib bering. Menchu sizga cho'qim yaxshi kelin bo'laman. Yaxshi kelin bulamsiz, yomon kelin bulamsiz. He? Ha, onu keyin ko'ramiz. Bu o'g'liq bo'p mana. Necha yillik bo'ldi?
5 ay 4 kunlik oldu. Sizlar tanıştığın qanchalik bo'lgan? 5 ay 4 kun bo'lgan. Yaxşı qulaq. Men sen kechki taloq chiqmasin, o'zingni chin saqlashni bilmaysan, ha? Ha terga ishingni qarang. Voy! Yijib o'ttamay. Ma uy kelin bo'lgan bo'lgankin, qapıga o'rningizni chiqib tamoq eting. Men kelin bo'lgan vaqtda degan sahar qopib, nashliqni berib, sirtqi chiqib soatliqni qilib, tushlik tamoqni yetib, kirqatlarni yuvib, uylarni tozalab, kechki o'ranlarni selib, voy atkashlar suv akir qilmagan ishimiz qolmagan. Qapıga Oy. Buni bo'ldi. O'tir. Sanjaq turib qoldi. Opa. Ma, Navruz sizning ochiqlanganligingizni bilib, tepib ketib bordi. Voy, adab qo'yma. Momaganda ochiqlanmayotgan deb, ha bular, voy, bular. Opa. Ahvoldan qaraganda-chu, Navruzning qo'sqachqa o'xshaydi. Voy, maqul. Voy, men murabbalarni sugab beray. Voy, yishi mening navramchimi? Mana. Rahmat. Opa. Navruzning qattiq nasigiz keldi. Voy, maqul bilan maqul. Maqul, voy, chiq yesin-jumi? Ay bala, mening qalb Aşağı. İç biri. Çık ya balam, çık ya. Yoğun bolcuma. Yala. Opa. Navruzcu, sizning mening mo'ramni tutib qo'yishingizni orzu qildik-ya. Tapmaslarni o'qigan gibimi? Menimiz Navruzning orzusiga. Opa. Bak sol taraf. Memang? Astiya. Astiya bo'ldimi? O'ng taraf. Astiya. Qani bala? Mening sana xotnatagim bor. Men unda qoldim, bulamdi. Sen mening yuragim tursa, men qoldim.